take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Mana videoda ham ko'rib o'zingiz guvohi bo'ldinglar. Ikkita bola bitta bola bo'lib qoldi. Haydovchi bilmagan holatda bir oq sidrachini kesib o'tib qo'yapti va qoida buzyapti. Lekin eng qizig'i, ba'zi ichki ishlar xodimlari oldindan shunaqa haydovchilarning qoida buzishini his qilgan holatda turib olib, shunaqa haydovchilarga bayonnoma rasmiylashtirisyapti. Bu yerda kamchilik tomonlar bor. Bu bitta bu joyda emas, bunaqa joylar ko'p. Shu narsa e'tibor qilib qolamiz. Bunaqa joylarda bo'yida kamayadigan bo'lsa, haydovchiga bildirib qo'yish kerak. 1.19 yo'lning to'g'ri degan chizuvlar bor. Egri. Shuni chizish kerak. Bo'yini oxiri degan belgi qo'yish kerak. Oldidan ogohlantiruvchi belgilar ham bor, shuni o'rnatish kerak. Ana o'shani haydovchilar sekin oldinga bo'lagini o'zgartirishi boshlaydi va qoidabuzarlik ham bo'lmaydi. Shuningdek, bu yerda keskin manevr qilib boshqa haydovchilarga ham avval xotindan ham keltirib chiqarishmaydi. Shunda ham agar birov bir chizuvni boshlagan bo'lsa, ana uni qoidabuzarlikni rasmiylashtiradigan bo'lsa, adolatdan bo'ladi deb o'ylayman. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasa, kommentariyada film qoldirib, tanishib qo'yinglar.